Xitoy Xalq qurultayida nimalar o'ttirg'i chiqdi? 5 mart Xinhua agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy 13-navbatlik mamlakatli xalq qurultayi 1-yig'ini 3-oyning 5-kuni tushdan burun Beijingda boshlandi. Xalqaroning diqqatini tortgan bu yig'in 3-oyning 5-kunidan 3-oyning 20-kunigacha davom qilgan bo'lib, yig'inda Xitoy bosh ministri Li Keqiang doklad berib, Xitoy asosiy qonunga tuzish kirgizish loyihasining konkret mazmuni ichida davlat raisining doim vazifa o'tashga aloqador belgilamlarga tuzish kirgizish, har qaysi shaharlarning yerlik nizom chiqarish belgilamasini ko'paytirish qatorliq mazmunlarni o'ttirg'a qo'ydi. Li Keqiangning Xitoyning kelgusi xizmat plani haqida tafsili to'xtalgan bo'lsa-mu, biroq burun Xitoy doiralari xizmat dokladlarida doim tilga oladigan Hongkongliklarni Hongkongliklar boshqarish, Avminni Avminliklar boshqarish degan so'zlarning tilga ilinmaganligi hamda Xitoy qurultay vakillari muxbirlarning Xi Jinpingning mangu rais bo'lish masalasi yig'indagi bilet tashlashda rasmiy kuchga ega bo'larmi degan savollarga javob berishdan o'zini qochirishi xalqaro jamiyatning diqqatini tortdi. Vijdon karvoni yo'lga chiqdi. 6 mart İstanbulning Yenikapı maydonida Sharq Turkiston tashkilotlar birligi safarga chiqishga tayyorlik qilgan 150 atrofidagi Sharq Turkistonlik ayolni Vijdon karvoniga qo'shib yo'lga soldi. Uzatish faoliyatiga Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga a'zo 10 tashkilotning mas'ullari bevosita qatnashdi. Birligi vakolatan Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Isa Yusuf Alptekin vaqfining muavin raisi Xayrullo apandi va Zaytinburnu shaharlik hukumat raisi maslahatchisi İlyas Saka apandi qatorliqlar so'z qilib, Sharq Turkiston muhojirlarining bu faoliyatga qatnashish maqsadining Sharq Turkistondagi atalmish tarbiyalash lagerlariga qamalgan onalar va xonim qizlarning ovozini xalqaroga anglatish hamda Sharq Turkiston xalqining Suriyada zulmga qilayotgan ayol va bolalar ustidagi islomiy va insoniy majburiyatini ado qilish ekanligini bildirib o'tdi. Vijdon karvoni Istanbuldan Xitoygacha safarni davom qildigan bo'lib, bu karvonga qatnashish uchun jami 55 davlatdan kelgan 3000 dan ko'p ayol Istanbulda jam bo'ldi. Va bugun Istanbulning Yenikapı maydonida butun dunyodan kelgan muxbirlarga axborot e'lon qilish yig'ini ochgandan keyin yo'lga chiqdi. Bu safarga Sharq Turkistonlik ayollardan tashkillangan 150 ayol Sharq Turkiston xalqiga vakolatan zulmga qarshi Vijdon karvoniga qo'shildi. Vijdon karvoni safarbarligining maqsadi bo'lsa, 400 ming atrofidagi insonning diktator Suriya hokimiyati tarafidan asirga elinganligi. Suriya hokimiyati ayol cho'ng kichik demasdan 13104 odam va 15000 kichik bolani qiyin qistoqlar bilan o'ldirganligiga qarshi o'zining islomiy va insoniy majburiyatlarini ado qilish, Suriya hukumatini asirga elingan ayol bolalarni darhol shartsiz qo'yib berishga chaqirish hamda ularning insoniy haq-huquqini talab qilish ekan. Bu faoliyat bugun 3-oyning 6-kuni Istanbulda boshlanib, 3-oyning 8-kuni Turkiyaning Xitoyda oxirlashadi ekan. Xitoy davlat atlab Uyg'urlarga buzg'unchilik qilmoqda. 6 mart erkinlik vaqt kezdi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy buzg'unchiligi davlat xalqib Fransiya tavallikida yashayotgan Uyg'urlardan kimlik material talab qildigan darajaga borgan. Xabarda Xitoy bexatarlik tarmoqlari telefon yoki undidar orqali Fransiyada yashayotgan Uyg'urlardan o'zining rasmi, o'qiyotgan maktabining ismi, qilayotgan kasbi, ish o'rni, turishlik adresi, Xitoydan olgan kimligi, hatto Fransiyada to'y qilganlar bo'lsa, to'y qilgan jo'risi qaysi millat, qaysi davlatdan bo'lishdan qat'iy nazar, jo'risining kimligi, to'y xati qatorliq materiallar bilan ta'minlashni talab qilganligi. Xitoy soqchilari Fransiyada turayotgan Uyg'urlarning Sharq Turkistondagi tuqqanlarining uyiga berib, ulardan bu xizmatga moslashishni talab qilganligi bildirildi. Amerika Guamdan PKK terrorchilarini Afringa yo'tkamoqda. 6 mart Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, PKK'ning Suriyadagi gumashtisi PYD YPG'ga qoral yarog' yog'dirgan Amerika Türkiye armiyasining oldida qattiq mag'lubiyatga yuzilayotgan Suriyaning Afrin rayoniga 1990-yillardan buyon Guam orolida alohida tarbiyalayotgan PKK terrorchilarini yo'tkashga boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining chet ellardagi eng chong ikkinchi harbiy bazasi hisoblanadigan Guam orolida PKK terrorchilariga aeroplan, tikuchar aeroplan, zenit top, tankiga qarshi boshqariladigan qurollar va digital mina qatorliq qurol yarog'larni ishiltish bo'yicha tarbiyalamoqda. Amerika Afg'onistondagi Bagram harbiy bazasidan keyin chet ellarda qurgan eng chong ikkinchi harbiy baza hisoblanadigan Guam orolida
1996 yildan buyon terrorchilarni tarbiyalamoqda ekan. Baltistan parlamenti Xitoydan Pokistonliklar bilan to'y qilgan Uyg'ur ayollarining qo'yib berilishini talab qildi. 6 mart Erkin Osiyo radiosi xabarida bildirilishicha, Pokistonning Sharq Turkistonga chegirdosh Gilgit-Baltiston rayonlik parlamenti birdek ovoz bilan qaror loyihasi ma'qullab, Pokiston Federatsiya hukumatining Xitoyda tutqun qilingan iri Gilgit-Baltistonlik 50 dan ortiq Uyg'ur ayolining qo'yib berilishi uchun jiddiy harakatga o'tishini talab qilgan. Xabarda Pokiston bilan Sharq Turkiston o'rtasidagi qo'njirab tosh yo'li ochilgan yaqinqi 30-40 yil mobaynida Pokistonlik erlar bilan to'y qilgan bir qism oilalar maydonga kelganligi, lekin ular Xitoyning o'tgan yili 3-oylarda boshlagan Uyg'urlarni keng ko'lamlik yepiq tarbiyalash markazlariga qamash harakatining sirtida qolmaganligi. Gilgit-Baltiston parlamentining qaror loyihasida ko'rsatishicha, Pokiston Xitoy o'rtasida import-eksport tijorati bilan shug'ullanadigan 50 dan ortiq Gilgit-Baltistonlikning ayoli Uyg'ur ekanligi. Qaror loyihasida Xitoyning Gilgit-Baltistonliklar bilan to'y qilgan ayollarni tutqun qilganligi bildirilgan.